bu ilim bizi avvalgi nomerda birincisi şeriat turadi, ikincisi tarikat turadi, üçüncüsü marifat turadi, dördüncüsü hakikat turadi. To'rtoviyam ilim bu. Lekin bu tasavvuf ilmi shunday ilimki, bu odamni qalbidagi kirlik, johillik, yolg'on fasoddan xos qilib, Alloh taborakka yaqin qilish, iymonni ravnaqini olib ketish uchun buni 4 bosqichga hisoblagan. Masalan, bu tasavvuflarni bitta bizdan yuqori o'tgan, masalan, Abdurahmon Jomiy, Navoiy, masalan, Said Amir Mehrikular, Hazrati Bahovuddin Naqshband, bundan ilgarigilarni esa Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy, Xo'ja Yusuf Hamadoniy pirlarimizni ushlab kelgan, to Rasulullohdan tortib bizni davrimizgacha 45 ta piri komillar kelgan. Hammasi bu tasavvuf ilmining shariat ilmidan tashqari qalbiga nur qilib olgan. Buni masalan shariatda o'ldir ilonni, haqiqatda orif majol. Tasavvufga o'tib qolgan odam shu ilon bizga nima uchun zalohat bersa o'ldiramiz, zalohat bermasa Xudoni bir maxluqi diydaxon holatda unga hech qanday azoron berilmaydi, o'ldirilmaydi. Yoki Chumarida ayrim johil odamlarimiz ularni uylariga salarga quyib, buzib, yo'qotishga harakat qiladi. Yo'q, bu tasavvuf xalqi sofiylar bir Xudoni bir maxluqi yer yuzida 6 oy yursa, yerni tagida yana 6 oy to'xtab qoladi. Biz bunga hech qanday zalohat bermaymiz. Diydaxon har bir narsaga rahimlik, rahmdillik, chiroylik, Alloh taborakning nurining insonlarda qalbiga nur qilib o'rnatib qo'yguchi tasavvuf xalqining birinchi darajadagi vazifasidir. Shuning uchun bu tasavvuf ilmi shunday ilmki, masalan, Al-Hakim Muttakassirda ilmal yaqin, aynal yaqin, haqqal yaqini boshqa surada. İlmal yaqin o'sha Qur'on, hadis, fiqh ilmlaridir. Ammo aynal yaqin bu farishtalarga, payg'ambarlarga bergan g'oybiy ilmdir. Qachonki Xudo qaysi insonni yaxshi ko'rsa, o'sha g'oybiy ilmdan endi u